Avvalo, Mehnat kodeksining 383-moddasiga muvofiq ish beruvchi ishni ta'lim bilan birga qo'shib olib borayotgan shaxslarga, ya'ni bu degani sodda qilib aytsak, ham o'qib ham ishlayotgan shaxslarga ish beruvchi yetarli zarur shart-sharoitlarni yaratib berishi kerak. Bu mana ta'lim to'g'risidagi qonunda 15-moddasida ta'limning shakllari bor. Kechki, sirtqi, inklyuziv, eksternat, dual yoki mana masofaviy bo'lishi mumkin. Demak, ta'limni har qanday shaklida o'qiyapsizmi? Agar ham ishlab ham o'qiyotgan bo'lsangiz, ish beruvchi sizga zarur shart-sharoitlarni ta'minlab berishi kerak. Mana siz tashkilotda ishlayapsiz, masofaviy yo'nalish bo'yicha misol o'qishga kirdingiz. Bu degani sizni shartnomani bekor qilishga asos bo'lmaydi. Siz ishni ham olib ketaverasiz. Endi o'sha masofaviy o'qiyotganingizda mana laboratoriya imtihon sessiyalari topshirishingiz uchun sizga alohida kafolat bor. Ya'ni masofaviy ta'lim shakli bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 559-sonli qarori bor. VMQ 559 deb Google ga shunday yozsalaring chiqib keladi. 559-son qaror bo'yicha masofaviy ta'lim shaklida o'qiyotganlarga o'sha laboratoriya imtihon sessiyasi, mana zachotka topshirish paytlarida ish haqi saqlangan holatda 15 kalendar kungacha ta'til beriladi. E'tibor qiling. Mana Mehnat kodeksining 385-moddadagi kafolatlar bu kechki yoki sirtqida o'qiyotganlarga e'tibor qilinglar. Masofaviyga 385 ni biz tatbiq qila olmaymiz. Lekin Vazirlar Mahkamasining 559-son qarorida, ya'ni alohida qonunchilik hujjatida masofaviy ta'lim shaklida o'qiyotganlarga alohida imtiyoz berilyaptiki, bularga ham demak 15 kalendar kungacha demak ish haqi saqlangan, e'tibor qiling, ish haqi saqlangan holatda sizga ta'til beriladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, siz hozir o'zingiz ishlayotgan tashkilotda bemalol ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Endi o'sha masofaviy ta'lim bo'yicha siz o'sha laboratoriya imtihon sessiyasi, zachotkalaringizni topshirish uchun o'qish joyingizga bevosita boradigan bo'lsangiz, ish beruvchi demak 15 kalendar kungacha sizga demak ish haqi saqlangan holatda ta'til berar ekan. 559-son qaror esdan chiqmasin.